Dünyada alvasti yok deyişir. Lekin haqiqiy alvastini ko'rgan kuni qo'limga bilayzik salaman deb va'da qilgan. Ratna, qarab baq, chiqib chekkan kimkin? Men sizni ko'ngili kelsam, siz bizni tashlab ketibsiz. Sen kim? Ular yat adam emas. Mening uyimdikilar. Qachondan boshlab aroq ichishga boshlagandingiz? Yoshlik davrimdan boshlab. जिगरदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा और तेनू बुर्ज खलीफा तेनू बुर्ज खलीफा तेनू Tünügün bir qari ko'langi ko'rdim. Bu xil kasalni kuchdan qo'rqish kasali deymiz. Ya'ni ko'langidan qo'rqish, soydan qo'rqish degan gap. Siz uydagi eng qo'rqinchli alvasti ko'langi degan oshu. Asif, o mening dadam. Bu yerda qilishimiz dadamga yaxshi ta'sir berish uchun. Amsa u nima to'xtamaydi, to'xtadi. O arvoh ve xatarli hem güçlü tutgan. Qanadanglarcha menga yarashibdimi? Ha, shundaqchalar yarashibdi. Rost yarashibdimi? Seni so'yman. Qaring bo'lmasin, menga chaqirishga qanday betimdan nomus qilsangchi atlar. Haqiqiy jinni ko'rgan kuni qo'limga bilayzik solaman deb va'da qilganman. Mening gapimga ishonmaysan shundaqmi? Qarab baqa, erimni ish qilib ketdi. Oğlum bekçikti. Nimişki kolonga bilayzik takaysan, yüzünü zapçive sürkeysen, sarı kiysen deysen. Seni denem ama onumda siz bolsanız kandak kılısız. Bir sizgi çıkılsa, ha? Urmay karab turamsız? Yo'q. Ha. Uraman, odatdagicha uraman. Ha, endi bo'ldi. Men bu yaning ayol podshohi. Haqiqiy ayol podshohi. Bu yerga muhim bir xizmat uchun Nima? Yulduz ko'rdingmi? Og'zing moymoq bo'lib qoldimi? Oshni eringiz lux chekkan g'alit ekan. Lekin u sizning Lakshmi yana ish buzg'ilgan.